O'ziga xos tabiiy iqlimiga ega Navoiy viloyati qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda hudud ahli, fermer, dehqon va mirishkorlar boy tajribaga ega. Ayniqsa sohada ilmiy yondashuv asosida yerlarning unumdorligini oshirishga erishilmoqda. Jumladan Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi olimlari tomonidan Nurota tumanining Umurbek fermer xo'jaligining yer maydonlarida qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirish va suvni tejovchi texnologiyalarini joriy etishga yo'naltirilgan innovatsion ishlanmalarning daryo tajriba sinovlari natijalari taqdimotini o'tkazdilar. Ular joriy yilning aprel oyida tashkil etilgan Pavloniya plantatsiyasi, lalmiqor yerlarda bug'doy yetishtiriladigan dalani, chul yayli oziqovoq o'simliklari urug'ligi maydonini katta e'tibor bilan ko'zdan kechirishdi. Shuni ta'kidlash joizki, Pavloniya juda tez o'sadigan daraxtdir. Atigi 3,5 oy ichida daraxtlarning bo'yi o'rtacha 170-180 sm ni tashkil etdi. Bolgariya Respublikasidagi ishbilarmonlar bilan 3 yillik hamkorligimiz natijasida 1,5 gektar maydonda dastlabki Bolgariya texnologiyasi asosida Pavloniya plantatsiyasi tashkil qilishni boshladik. Biz aprelda boshida Bolgariyadan maxsus Pavloniya ko'chatlari 1000 dona va 2000 dona qalamchasini ketirdik. Talab qilinadigan darajada Bolgariya texnologiyasi asosida yerni tayyorlab, o'sha yerga dastlab 1000 dona ko'chatni 3x3 sxemada ekdik. 3 oy bo'lganda Pavloniyamizni bo'yi o'rtacha 1,76 hozir shuni tashkil qilyapti. Bizga belgilab bergan standartlarga to'g'ri keladi. Hozir shu davr mobaynida biz 3 marta oziqlantirdik va 5 marta sug'ordik. Plantatsiyani qilishdan nima ko'zda tutilgan? Birinchi navbatda ekologik tizimni yaxshilash. Bu birinchi bosh masalamiz. Ikkinchi masalamiz mana shu yerdagi adir chul yerlarda Pavloniya plantatsiyasi tashkil qilish orqali birinchidan xalqni qurilish materialiga bo'lgan talabini qondirish, to'proqning inqirozini oldini olish. Eng asosiysi mana shu hududdagi yoshlarni ish bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. 3-yildan boshlab shunchaqa chiroyli gullab, juda katta gul beradi. Bu asalchilikni rivojlanishga ham asos solishi mumkin. 7 yilda mana shu daraxtlar har qaysi 0,8-1 kubgacha qimmatbaho yog'och berishi hisobiga bizni mana shu mebelsozlik, taqinchoqlar tayyorlash xomosha bilan ta'minlaydi. Pavloniya daraxti biz uchun bir yangilik bu. Urinishlar bo'lyapti. Shuni bizning olimlarimiz hozir ilmiy ishlar olib boryapti. Bunga birinchi navbatda urinishlarda sovuqqa bo'lgan chidamlilik xususiyati hamma joyda ham talabga javob bermagani uchun ikkinchi yilda daraxtlar qurib qolish holati bo'lyapti. Shuning uchun biz Bolgariyadan olib keldik. O'sha sovuqqa chidamli novini ham mana shu Nurota hududiga moslashtirish, sug'orish texnologiyasi orqali, oziqa berish orqali o'shanga moslashtirish ko'zda tutilgan. Xalqda nonga hurmat, elga hurmat degan maqol bor. Dunyodagi bugungi vaziyatni inobatga olgan holda lalmi yillarda bug'doy yetishtirish va mul hosil olishning innovatsion texnologiyasini yaratish ilmiy izlanishlarning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi. Misol uchun, olimlarning o'tgan yili bug'doy ustiga suspenziyani purkash orqali sepish bo'yicha o'tkazilgan sinovlar shuni ko'rsatdiki, bu texnologiya sug'oriladigan maydonlarda 31,6% ga ko'proq hosil olish imkonini beradi. Seminar ishtirokchilari sug'orish imkoniyati bo'lmagan dalada joriy yilda yetishtirilgan bug'doyni kombayn yordamida yig'ib terib olish jarayonida boshlanishini guvohi bo'ldilar. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, har gektardan kamida 1,5 tonna bug'doy yig'ib olindi. Bir necha yildan beri bentangillardan foydalanib, paxtachilikda, g'allachilikda olib borayotgan ilmiy ishlari faqatgina sug'oriladigan yerlarda olib borilardi. Bahorgi bug'doyni lalmiqor yerlarda yetishtirishda ham o'sha bentangillardan foydalanish texnologiyasini qo'llashdi, joriy qilib, mana hozir qariyb 11 gektar yerda surxak navini lalmi yerda ekib yetishtirib boshladik. Shu yil yog'ingarchilik birmuncha boshqa yillarga nisbatan yaxshiroq bo'lgani tufayli 4-5 marta ishlov beriladigan bentonitli karbamid suspenziyasidan 3 marta foydalandik va shu yilgi hosilimizni mana ko'rib turganingizdek yaxshi. Kelajakda bentonit tabiiy qazilma boylik bo'lganligi tufayli u o'zini oziq-ovqat xavfsizligida juda ham o'rni katta. Har xil kimyoviy preparatlar yoki mineral o'g'itlardan haddan tashqari ko'p foydalanishning o'rniga mana shunaqa tabiiy agrorudalardan foydalanish ham suv tejamkorligiga ham oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Bizning texnologiyamiz mana o'tgan yil o'sha kuzgi bug'doyni suvli yerda yetishtirishda 30% yuqori hosil olishga erishgan bo'lsak, mana shu yil olayotgan hosilimizni chamasi rejamiz bo'yicha 40-50% ga yuqori hosil olishni rejalashtirib turibmiz. Suv yo'qligi tufayli dehqonlar foydalanmay qo'ygan yerlardan o'zimizning nonimiz bo'lgan bug'doydan yuqori hosil olib, non bilan, g'alla bilan ta'minlashga imkon yaratadi.
Nurota azaldan chorvachilikka ixtisoslashgan tuman bo'lib hisoblanadi. Hududda rangli qorako'l qo'ylarining genofondidan samarali foydalanish maqsadida Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limining olimlari tomonidan genodiagnostika usullarini ishlab chiqishga qaratilgan amaliy loyiha amalga oshirilmoqda. Joriy yilda Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi homiyligida jami 14 ming AQSh dollariga geologiya va bo'yicha sohasida ilmiy izlanishlar olib borish imkoniyati beradigan laboratoriya jihozlari xarid qilingan. Yaylov fondi hisobiga kelganda Navoiy viloyati O'zbekistonning 50% yaylovi Navoiy viloyatiga to'g'ri keladi. Yaylov sharoitida yaylov chorvachiligini rivojlantirish, uni oziqa bazasini mustahkamlash dolzarb masala hisoblanadi. Qizilqum yaylovlarini hosildorligini oshirish maqsadida bir necha turdagi o'simliklarni tajriba sinov ishlarini olib bordik. Dala sharoitida fanda tabiatda yaylov o'simliklarining unuvchanligi juda past bo'ladi. Masalan, cho'g'on o'simligi bor yo'g'i unuvchanligi 5-10%, izen 30% atrofida bo'ladi. Cho'l erkak o'ti o'simligi sharoitga qarab, yog'ingarchilik miqdoriga qarab o'zgarib turadi. Xorason esparseti degan o'simligimiz bor. Unda ham unuvchanlik yaxshi, ammo qurg'oqchilik kelgan yillari o'ta urug'larning unuvchanligi pasayib ketadi. Biz laboratoriya sharoitida Umurbek fermer xo'jaligida mana shu o'simliklarining 10 gektar maydonga tajriba sifatida 5 xil o'simlikni biz ekib unuvchanligini o'rgandik. Unuvchanlik 2 xil asosda qo'yildi: nazorat hamda tajriba. Tajribadagi urug'larga biz o'sha bentonit kukuni bilan kapsulalash, ya'ni qobiqlash yo'li bilan ekilgan variantlarimizda nisbatan baland, ayniqsa cho'l erkak o'ti hamda izenda juda natijalarimiz yaxshi. Hatto 50, 60, 70% gacha unuvchanlik oshirilgan. Bu nima degani? Kelajakda o'sha tabiiy yaylovlarga nisbatan hosildorligi 3 barobar katta bo'lgan yaylovlar barpo qilishimiz mumkin. Nurota sharoitida taxminan 3 gektarga bitta qo'y to'g'ri keladigan bo'lsa, agarda bizning o'simliklarimiz asosida madaniy yaylovlar tashkil qilinsa, 1 gektarga bitta qo'y to'g'ri keladi va chorvachilikda intensiv rivojlantirishni yo'lga qo'ysak bo'ladi. Nurota tumanida ham Fanlar akademiyasining tashabbusi bilan ilmiy yondashgan holatdagi yangi fikrlarni, yangi g'oyalarni o'zlariga dastur amal qilib oldi. Bunaqangi ilmiy ham amaliy seminar Nurotada oldin ham bo'lgan, lekin aynan prezident tashabbusidan keyingi mana shu Fanlar akademiyasi bilan hamkorlikdagi birinchi seminar deb hisoblaymiz va bundan o'ylaymizki, mana fermerlarimiz juda ham bir yaxshi o'zlariga yangiliklarni mujassam qilib oldi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi Nurota tumanidagi mana 2 xil surxaq navli va pahlavon navli bug'doy yetishtirganligini o'zlari ko'rib, hozir demak eng mana shu yerda hozir biz turgan joy yer banditetining eng past balli bo'lgan joyi. Mana shunday balli past balli banditeti bo'lgan joyda ham demak 1,5 tonnagacha hosildor bo'lgan lalm bug'doy yetishtirganiga hamma ko'rib hozir hayron qoldik. Mana fermerlar hozir bunga ishtiyoq tug'ildi. Biz Fanlar akademiyasi bilan shartnoma qilamiz, ulardan urug' olamiz, ham ilmiy ham amaliy yordam so'rab, bugun mana bir 50-60 dan ziyodroq fermerlar tashabbus ko'tarib, ertadan boshlab bizni o'sha qishloq xo'jalik bo'limimizga hozir ular aytayapti, biz qayerga boraylik, kimga o'xshashaylik degan savollar bilan bizga murojaat qilishyapti. Tuproqshunos sifatida aytmoqchimanki, Nurota tumanining hududiy yer tuzilmalari bo'yicha eng yer banditeti past bo'lgan hudud mana shu hudud. Boshqa hududlarda bunga qaraganda yer banditeti ancha yuqori. Demak, mana shu yerda 1,5 tonna, 2 tonna hosil olindimi, u yerda yuqoriroq hosil olish imkoniyati bo'ladi. Seminar davomida tajribali fermer Umurbek Narzullayev ishtirokchilarga qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy yondashuv, innovatsion usullarni qo'llash samarasini o'z misolida his qilganini, yaxshi natijalarga erishganini aytib o'tdi. Hozirgi kunda 160 gektar yerimiz bor. Shundan 62,5 gektar mevali bog' tomchilab sug'orish bilan tashkil qilingan. Yana mana shu yil pavlovniya plantatsiyalarini yaratdik. Hamda meva sabzavotni qayta ishlash sexlarimiz bor. Kelgusi yil ham
eng kamida 10 gektarga pavloniya plantatsiyalarini tashkil etamiz. Pavloniya ko'chatlarini tayyorlab, demak xalqimizga, fermerlarimizga yetkazamiz. Kaliforniya chuvalchangini ko'paytirib, tabiiy o'g'it tayyorlab berish rejalarimiz ham bor. Nimagaki bu boshqa o'g'itlarni shu yil ishlatadigan bo'lsak, yerda shu yil uni qudrati ketadi. Bu 5-6 yilgacha o'sha yerda ta'minlab turadi o'g'it bilan. Demak, boshqa har xil o'g'itlarga pul sarf etishimizni kamaytiramiz. Oziqobop ekinlarni ekamiz. Mana g'alla shu yil Nurota sharoitida albatta katta hosildorlik olib bo'lmas edi, lekin Navoiy bo'limining olimlari bilan hamkorlikda ishlab, ularning ishlanmalarini qo'llash oqibatida shu yil biz 62 sentnerga 1 gektardan g'allamizni yetkazdik. Yana shu olimlar bilan to'liq hamkorlikda, ya'ni olimlar prezidentimiz aytgandek, dalaga chiqib kelganda biz qulluq qilib, qabul qilib oldikda, birgalikda ishlayapmiz. Hozir natijadan hayotda a'lo bo'lyapti. Hududdagi fermer xo'jaliklari rahbarlari, agronomlar, yoshlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida sohani modernizatsiyalash, zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ta'minlash bilan birgalikda fundamental tadqiqotlarni joriy etish muhim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Dehqonlarimizga, fermerlarimizga ilm fan bilan birgalikda yondoshiladigan bo'lsa, albatta bunda juda katta natijalar, juda katta imkoniyatlarga ega bo'lish mumkin. Va bitta narsani ochiqdan aytaman, mana shu Navoiy viloyatida qishloq xo'jaligida juda katta salohiyat, juda katta potensial yotibdi. Sababi mana shu olib borilayotgan tadqiqotlar, olib borilayotgan mana shu ishlar davomida ko'rinib turibdi. Fanlar akademiyasi Navoiy viloyatini filial bilan birgalikda biz juda katta o'zimiz oldimizga rejalar qo'ydik. Bunda har bitta mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlariga ilmiy yondashuv bilan, ya'ni uni urug'chilik seleksiyasidan boshlab shu tayyor mahsulotni ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonni har bittasini mana shu alohida ilmiy yondashuv bilan olib borib va buni natijasida albatta hosildorlikni oshirib, daromadni oshirishiga erishish bemalol mana shunaqa imkoniyatlar bor. Sababi To'ra prezidentimiz qarorlari bilan bu narsani ega kesimi, ularning mablag' manbasi va ularda belgilangan har bitta yo'nalishini alohida belgilab o'tilgan. Bebaho ne'mat bo'lmish yerdan samarali foydalanish el yurt dasturxonining to'kinligi, iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi. Ayni payt viloyatda bu borada olib borilayotgan amaliy ishlar ana shunday ezgu maqsadlarni ko'zlagani bilan ahamiyatlidir.